19-asrning ikkinchi yarmida Cherneyev boshliq Rus imperiyasining qonxo'r, mal'un, to'ng'iz armiyasi tomonidan Qo'qon xonligining yirik shaharlaridan Shimkent va Toshkent bosib olingach, Qo'qon xoni Xudoyorxon tomonidan oddiy xalqqa nisbatan soliqlar keskin oshirilib, yana yangi soliqlar joriy etiladi. 1870-yilda xon uchun yangi qarorgoh, o'rda qurilishiga farmon berilib, farmonda ishchi va hunarmand ustalar maosh olmasdan ishlashlari kerak edi. Bu esa o'zi ezilib sabr kosasi to'lib borayotgan xalqning sabr kosasini toshiradi. 1873-yilda yangi qarorgoh qurib bitkazilgan yili Qo'qon aholisi isyon ko'taradi. Isyonchilarning asosiy tarkibida qipchoqlar va qirg'izlar edi. Qo'zg'olonga bosh bo'lish uchun xonning avlodi Po'latxondan yordam so'raladi. Po'latxon isyonga bosh bo'lishni rad etgach, soxta Po'latxon nomi bilan mard, jasur va yovqur xalqparvar bobomiz Mulla Ishoq Hasan o'g'li isyonga bosh bo'lib jangga kiradi. Isyonchilarni bostirish uchun yuborilgan Abdurahmon Oftobochining qo'shinlari ham isyonchilar tomonga o'tib ketadi va Xudoyorxon isyonni bostirish maqsadida bosqinchi Fon Kaufmandan, ya'ni bosqinchi ruslardan yordam so'ragan ekan. Ostonada g'animlar yurtni talon qilishdi, qo'rqoq xonlar yovga kulib poyu patak o'rnida sabri to'lib toshgan xalqim va qo'zg'alon qilishdi. O'sha zolim xonlar yovning qanotida turdida yordam so'rab boq podshoning tovonlarini o'pgan u Po'latxon xalqim uchun deb isyon aylagan ekan. Yovga berar yerim yo'q deb ko'ksin tutdi to'pga u hurlik uchun vatanim deb janglarga kirgan ekan. Yangi soliqlarni joriy etdi sultoni, butun Turon turkiylarni vatani o'z zindoni, o'z xalqini qulqi bog'ir mehnat tomon soldilar va qora xalq sabri toshib isyonga yo'l oldilar. Zo'rlardan qo'rqmadi, yovdan tik boqib bachal tomon u dushmandan olmadi yordam, chunki haqiqiy inson u. Po'latxon bobomni qo'lida xanjari, dushmanga sanchilar qo'lida tig'. Izma-iz janglarda ergashib bajali rohati bormikan vatandan ortiq. Sotqinlar yo'lini to'sdilar, har qadam qahramon chiqqanda chiqadi xoin. O'zimizdan chiqdi shunisi alam, kurakka orqadan tiq bo'lib doim. Biz cho'kib ta'zimda tursamadgohlar, to'ng'izlar kezdilar kaman bog'imni. Dinga tosh otib yalanga yoqlar, hukoma o'yladi faqat qorinni. Hech kim mabadi qolmaydi dunyo, qollar shohu gadodan. Kechir ona Turkiston, boy berdi farzandlaring. Harom xur iymoni yo'qlar, qo'rqmay tag'in Xudodan. Bosqinchi yovlarga tortiq qildilar boyliklaring. Yurtni yedi tub-tubidan bo'ldi majruh Turonim. Majruh bo'lib yov qo'lida to'ng'izlarga talonim. Yov kelganda yelkadosh bo'lib bir tanu jon bo'lmadik va oqibat yov qo'lidan yurtni qutqara olmadik. Ostonada g'animlar yurtni talon qilishdi, qo'rqoq xonlar yovga kulib poyu patak o'rnida sabri to'lib toshgan xalqim va qo'zg'alon qilishdi. O'sha zolim xonlar yovning qanotida turdida yordam so'rab boq podshoning tomonlarini o'pgan u Po'latxon xalqim uchun deb isyon aylagan ekan. Yovga berar yerim yo'q deb ko'ksin tutdi to'pga u hurlik uchun vatanim deb janglarga kirgan ekan.